kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini o'zining avtomashinasi benzin bakida noqonuniy olib o'tmoqchi bo'lgan fuqaro jazoga tortildi. Endi u qamoqda o'z qilmishlariga to'g'ri xulosa chiqaradi degan umiddamiz. 1998-yilda Farg'ona tumanida tug'ilgan fuqaro Toshtemirov Rishton chegara bojxona posti orqali Qirg'iziston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasiga o'tish uchun o'zining boshqaruvidagi avtomashinasida bojxona nazorati zonasiga kirib keladi. Ko'zdan kechirish jarayonida transport vositasining yonilg'i bakiga yashirilgan 200 dona kassetada jami 2800 dona regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanadi. Kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasidan o'tkazishga suiqasd qilingani aniqlanib, xolislar ishtirokida hujjatlashtiriladi va dori vositalari ashyoviy dalil tariqasida olinadi. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilgach, yaqinda yakunlangan sud ishida sudlanuvchiga quyidagicha jazo tayinlandi. Sudlanuvchi Toshtemirov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-modda orqali 246-moddasi 1-qismi hamda Jinoyat kodeksining 251 prim moddasi 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi hamda unga mazkur moddalar bilan uzil-kesil 7 yil 7 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shu bilan birgalikda ashyoviy dalil tariqasida olingan 2800 dona regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini yo'q qilishlik belgilandi. Sud hukmi bilan Toshtemirovga tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi.